do'mbilab deganimga Halimaxon, ha Farhod aka. Rubob olib chiqib, qatdan topdingiz rubob endi. Voy, qoyilman endi. Men bir rubob chalib chiqdim, ko'rdinglarmi yo'qmi endi? Ha, ko'rdinglarmi? Navo kanalidan Farhod Said Sorbong'ning ko'rsatuvi bor. Sirli ovoz degan shunda men rubob chalib chiqdim. Hamma hayratda qoldi. Butun hali ko'rganlar ham hayron qolishib endi mana bir qo'ldan kelgan chalib beramiz mana endi. Bir qarsak chalib tursangizlar, biz chalib turamiz. Soldanga doirachi yo'qmi? Bu har hech qayerda bunaqa bo'lmadi. Bitta bo'lgan edi, Ozodbek bilan konsert bergan. Ozodbek konsertida bo'ldi. O'zimizaniki shu O'zani vodiyning musiqasi bor, Andijon polkasi. O'xshadimi? Ya fonogram emas bu, живой, jonli bu. Bu yoqqa chiqing, sizga ko'rsataman jonligini. U bizda hammasi jonli ijro, Bir ashulachi kelibdi uyga, charchab kelsa xotini, "Meni yaxshi ko'rasin dadasi, seni sevaman jonim. I love you jonim." Ah jonim. Dadasi, "Meni sevasizmi? Sevaman jonim. Jonim, asa. Uxlavoribdi. Xotini jahli chiqib, "Oh xudo, yana fonogramma qilib ketdi." Qiziqchiga erga tegsa ham bo'lar ekan, jonli ijro qilar degan ekan. Shu jonli ijro. Bizning O'zbekistonda o'z ashulachi ko'p. Ana Halimaxon degan singizni taniysizlar, Bo'g'irsoq Halimani bilasizlar, taniysiz, ko'rganmisizlar? Halima bor, Halima. Gaplashib o'tirsaydi, Shukurlarga deydi, "Agar men erga tegmaganimda ashulachiga tegaverardim" deydi. "Kimga tegarding?" desam, Sardor Rahimxonga deb qo'yadi. Men aytdim, "Halima xafa bo'lma, Sardor Rahimxon senga uylanishdan oldin o'tirib bir vasiyat yozish kerak. Lekin ikkalovingdan zo'r sho'rva chiqadi. 150 kilo go'sht, 28 kilo suye. Bo'lmasa akam bo'lganingizni qaysi ashulachiga erga berardingiz?" dedi. Halima dedim, "Bu domboligingga men seni Orol Mirzoga erga berib yuborardim" dedim. Va Shukurlarga Orol Mirzoni ko'zlari ko'rmaydi-yu, ko'zi ochiq odam seni olmaydi Halima dedim. O'zi O'zbekistonda ashulachi ko'p bo'lagan. Ana Ozodbek Nazarbekov 1 oylab berdi, 1 oy. Yotib qoldi, issiqlar sanasaradi ko'rpa tushiy qilib. O'zim guvoh. Uyga borgani yo'q, podvolda spalni. Chiqadi, qo'shiq aytadi, kirib ketadi chiqqan joyiga. Chiqadi, qo'shiq aytadi, kirib ketadi. 1 oyning ichida shu bola cho'milmadi ham. Uni shogirdi bor, Alisher Fayz degan. O'zi rosa bepayz bola, mongollarga o'xshaydi. Tirjib turadi. Bo'g'irsoq qizi qo'ldan ushlabdi. "Ha, sen aka" deydi, "Gruppaga yangiz Halimaxonni o'rniga" deb qo'yadi. Qarasa oppoqqina, do'mboqqina qiz yubkadan kiyib olib, u yoqdan bu yoqqa o'tiribdilar. Hali qara ashulachi o'zi ham xijolat. Do'mboq qiz ham boshi xijolat bo'lib, Alisher Fayz ham bu qo'shini aytadigan bo'ldi keyin. Bir chabechani o'tirsanglar, bir kayfiyat ko'tarib, yuqori o'tirib, faraz qilamiz Alisher Fayz.